shoirlarimizdan biri Abdurauf Fitratning jo'shqin, da'vatkor so'zlaridan boshlamoqchiman. Turma, yugur, tinma, tirish, qo'rqma, yopish. Men bu so'zlardan ruhan motivatsiya olaman. Hozirda biz mustaqil, hur, diyor farzandlarimiz. Prezidentimiz janobi oliylari Shavkat Mirziyoyev Miromonovich bizga yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanmasak, noinsoflik bo'ladi deb o'ylayman. Viloyat hokimimiz aytdi, Tahila qizimizni sinfdoshlariga nima sharoit yaratib beraylik. Meni vakilim sifatida shular bilan uchrashinglar degan maqsadda jo'natdi. Men Ravshanova Shahina 12 yoshida shoh bo'lgan, Zahiriddin Muhammad Bobur 10 yoshida dong taratgan Sanobar Rahmonova yurti Andijondanman. Hammaga rahmat.